Aliment oshadimi? 336 ming so'm o'zgarishi mumkin. Agar siz aliment olayotgan yoki to'layotgan bo'lsangiz, bu xabar siz uchun muhim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki 336 ming so'mlik eng kam aliment miqdori bo'yicha muhim masala bor. Sizningcha bir bola uchun 336 ming so'm bugungi sharoitda yetarlimi? Kommentariyalarda yozib qoldiring. Fikringiz boshqa ota-onalar uchun ham muhim. Agar aliment miqdori oshirilishi kerak deb hisoblasangiz, videoga like bosing va Xolis 24 kanaliga obuna bo'ling. Chunki bu masala minglab oilalarga tegishli. Endi asosiy ma'lumotlarga o'tamiz. Hozir ayrim holatlarda bir bola uchun alimentning eng kam miqdori 336 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. 2026-yil uchun esa bir kishi uchun minimal iste'mol xarajatlari 715 ming so'm etib belgilangan. Lekin muhim jihat shundaki, 715 ming so'm avtomatik ravishda yangi aliment miqdori bo'lib qolmaydi. Alimentning eng kam miqdorini oshirish masalasi alohida tartibda qonuniy jihatdan hal qilinishi kerak. Agar yangi tartib tasdiqlansa, bugungi eng kam aliment miqdori oshishi mumkin. Ya'ni 336 ming so'm to'layotgan ayrim ota-onalar uchun kelajakda to'lov miqdori yuqorilashi ehtimoli mavjud. Ammo hozircha aliment 715 ming so'm bo'ladi degan yakuniy qaror mavjud emas. Shuning uchun bu masalada rasmiy qarorni kutish muhim. Aliment miqdori ota-onaning daromadiga nisbatan ulushda ham belgilanadi. Shu sababli har bir oilada to'lanadigan aliment summasi bir xil bo'lmaydi. Asosiy savol esa bitta. 336 ming so'm bugungi sharoitda bir bolaning ehtiyojlari uchun yetarlimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyalarda yozing. Agar bu mavzu sizga muhim bo'lsa, like bosing va Xolis 24 kanaliga obuna bo'ling. Xolis 24, huquqingizni biling, muhim yangiliklardan xabardor bo'ling.